Aziz gipotireozni tashxisi va davosi haqida gaplashmoqchi edik. Qalqonsimon bez faoliyatini tushib ketishi, ya'ni gipotireozni turlari, belgilari va sabablarini avvalgi videoda ko'rib chiqdik. Endi tashxis va davoga nazar tashlasak. Gipotireoz Buyuk Britaniyada oilaviy shifokorlar tomonidan tashxislanadi, davolanadi va nazorat qilib boriladi. Og'ir hollarda yoki yondosh kasalliklari bo'lgan kompleks bemorlarda esa endokrinolog maslahati so'raladi yoki klinikasiga jo'natiladi. Avvalgi videoda tashxislashda tibbiy ko'rik va bittagina qon analizi yordam beradi dedim. Ammo ko'rikda agar bezlarda notekislik va tugunlar seziladigan bo'lsa, ultratovush tekshiruvini ham qilish lozim. Demak, gipotireozni qon analizini tushunish uchun avvalambor qalqonsimon bez bilan miya orasidagi munosabatni tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Miyadagi gipofiz bezi gipotalamus yordamida tireotrop gormon, ya'ni TTG ni ajratadi. Bu gormon qalqonsimon bezga T3 va T4 gormonlarini ajrat deya buyruq berib turadi. Agar ikkalasi ham sog'lom bo'lsa va bir-biri bilan kelishib ishlasa, oradagi munosabat buzilmaydi, qalqonsimon bez kasalliklari ham rivojlanmaydi. Birlamchi gipotireozda esa muammo bezni o'zida va yod yetishmasligi hisobiga bo'lgani uchun bez gormonlarini ishlab chiqara olmaydi. Ya'ni T3, T4 ni ishlab chiqara olmaydi. Bezni gormonlarini kamayganini ko'rgan gipofiz, miyadagi gipofiz sarosimaga tushadi va bezni stimullash uchun TTG gormonini jo'nataveradi. Shuning uchun birlamchi gipotireoz qon analiziga qarasangiz, TTG o'ta baland, T3, T4 esa tushib ketgan bo'ladi. Ikkilamchi gipotireoz esa miyadagi muammolar natijasida, ya'ni gipotalamus yoki gipofiz bezlarini o'smalar hisobiga olib tashlanganida yuzaga keladi. Buni natijasida boshqaruvchi gormon TTG yo'qoladi. Boshqaruvchi yo'qolgani uchun qalqonsimon bez ham stimullanmaydi, ya'ni dangasalik qilib T3 va T4 ni ajratmaydi. Natijada qon analizida TTG ham, T3 va T4 ham past chiqadi. Demak, tashxis uchun shu bitta qon analizini o'zi yetarli. Ba'zi insonlar qo'shimcha antitireoid peroksidaza, ya'ni anti-TPO qon analizlarini ham so'rashadi. Britaniya endokrinologlari esa bu analizga vaqt yoki mablag' ketkazib o'tirmaydilar. Bu haqda professor endokrinolog Simon Pearsning videosini ham ko'rsangiz bo'ladi. Agar autoimmun tireoidit va Hashimoto kasalligini boshqa birlamchi gipotireozdan ajratmoqchi bo'lsangiz, anti-TPO ni qilishingiz mumkin. Ammo birlamchi gipotireoz, shu jumladan autoimmun tireoiditni ham davosi baribir bir xil. Endi davosiga kelsak, bu shikastlangan yoki dangasa bo'lib qolgan bezni davolamasak, tanamiz ham shunga moslashib, avvalgi videodagi ta'kidlagan belgilarim yuzaga keladi. Siz uchun eng yaxshi xabar, gipotireozni davolasa bo'ladi va prognozi juda yaxshi. Yetishmayotgan gormonni to'ldirishning o'zi kifoya. Bunda sizga hech qanday qo'shimchalar, vitaminlar, alternativlar, shamanlar yoki kufsuflarning keragi yo'q. Tashxisingiz to'g'ri qo'yilgan bo'lsa bo'ldi. Gipotireoz tiraksin gormoni yordamida butunlay tuzaladi. Ammo dorini butun umr ichib yurish kerak bo'ladi. Dorini gormon-ku deya ichishdan qo'rqib shamanga yuguradiganlar ham bor. Ammo esingizda bo'lsin, bu gormon tanangizni faoliyati uchun zarur bo'lgan gormon. Yetishmayaptimi? Demak, to'ldirish lozim. Tiraksinning noxush ta'sirlari agar qon analizini to'g'rilab olib borilsa o'ta kam. Boshlanish dozasi 50 mikrogramdan boshlanib, bemorning simptomlari va qon analiziga qarab oshirib yoki kamaytirib turiladi. Dori boshlangandan keyin qon analizini darhol emas, balki 6 haftadan keyin tekshirish lozim. Dori ertalab och qoringa nonushtadan yarim soat oldin ichiladi. Agar kalsiy, multivitamin, temir tabletkasi yoki xolesterin tushiruvchi dorilar ichayotgan bo'lsangiz, bu dorilar bilan tiraksin orasidagi vaqt 4 soatdan kam bo'lmasligi lozim. Agar homilador ayol tiraksin gormonini ichayotgan bo'lsa, demak dorini 30% ga yoki 25-50 mikrogramga oshirishi muhim. Bu homilada gipotireoz rivojlanishini oldini oladi. Tug'ruqdan keyin rivojlangan gipotireoz tug'ruqdan 1 yil o'tgach davolanmasa ham o'tib ketadi. Bunda faqat qalqonsimon bez o'zini tiklab olishiga vaqt kerak bo'ladi. Ammo bu yana keyingi homiladorlikda qaytarilish xavfi bor. Bu ayollar 1 yilda 1 marta qon analizi topshirib turishlari lozim. Agar analizda gipotireoz rivojlangani ko'rilsa, demak tiraksinni boshlash kerak bo'ladi. Barcha homilador bo'lishga reja qilgan ayollar qalqonsimon bez analizini homiladorlikdan oldin topshirib ko'rishlari lozim. Tiraksin dorisini ichishni boshlaganda esa endokrinologlar paragipopituitarizm holatini, yurak infarkti, yurak yetishmovchiligi, diabet kasalliklarini inkor qilishlari va shu kasallikni tiraksin bilan birga dorilarini korreksiya qilishlari lozim bo'ladi. Endi yod profilaktikasiga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda birlamchi gipotireozni asosiy sababi bu yodning yetishmasligi. Yod tanqis bo'lgan endemik zonalar dunyoda 3dan 1 qismni tashkil qiladi.
Va O'zbekiston ham shu zonani bittasiga kiradi. O'zbekiston bilganingizdek dengizdan uzoq joylashgan va yodga to'yingan dengiz o'tlari, dengiz jonivorlari, mahsulotlari kam iste'mol qilinadigan davlat. Buni ustiga O'zbekistonning tuprog'ida va o'simliklarida ham yod moddasi kam. Bu o'simliklarni iste'mol qiluvchi jonivorlar va aholining tanasida ham yod kam. Bunday zonalarda tanqislikni kamaytirish uchun tuz tarkibiga yod qo'shiladi. Masalan, rivojlangan davlatlarda bu qat'iy qonun, chunki yod qalqonsimon bez gormonini 3 dan 2sini tashkil qiladi. Gipotireoz va bo'qoqni oldini olish uchun yodni qabul qilish muhim. Bundan tashqari yod profilaktikasi follikulyar qalqonsimon bez saratonini rivojlanishini ham kamaytiradi. Demak, yodni qancha iste'mol qilish lozim? Endemik zonada kattalar va qariyalarga beriladigan yod miqdori 150 mikrogrammni tashkil qilsa, homiladorlar va emiziklilar uchun 200-250 mikrogrammgacha beriladi. Bu bevaqt homila tushishi, bolani bevaqt dunyoga keltirish va bolada gipotireoz rivojlanishini oldini oladi. Bolalarga esa yod 70-120 mikrogrammgacha berilsa, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda kilogrammiga 40 mikrogrammdan oshmasligi lozim. Yod preparatlarini tavsiya qilgandan ortiq qabul qilish autoimmun tireoiditini, hatto gipertireoz holatini yuzaga keltirishi mumkin. Shuning uchun yod iste'mol qilayotganlar 1 yilda bir marta qon analiz qildirib turishlari lozim bo'ladi. Endi sizni yana bir savolingizga javob beraman. Gipotireoz nasliy kasallik emas. Gipotireoz bilan og'rigan ona kamdan kam hollardagina bolasiga uzatadi. Faqatgina davolanmagan va kasalidan xabari bo'lmagan holdagina bolasiga uzatishi mumkin. Shuning uchun davolanish juda ham muhim. Ushbu videoni yaxshi tushunish uchun bundan oldingi qilgan videoimni ko'rib, yaxshilab tushunib olishingizni maslahat berar edim. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, mehnatimning sovrini sifatida izohlarda bildiring.